Salomlar do'stlar. Bu Aleksandr Tkachenko. Ushbu videoda men sizga Royal Hawk'da taklifnomalarsiz, bir tiyin ham sarmoya kiritmasdan va shunchaki bepul akkauntdan foydalanib, vazifalarni bajarish orqali qancha pul ishlashingiz mumkinligini ko'rsataman. Shunchaki vazifalarni bajarish va video reklamalarni tomosha qilish orqali pul ishlashingiz mumkin. Va bu yerda biz reklama beruvchilar uchun mening bo'limimni ko'ramiz. Men o'zimni reklama qilaman. Mana menda YouTube'da izohlar, Telegram kanaliga obuna bo'lish, shuningdek, video reklama va boshqa hamma narsani ham faol ishlataman. Endi esa men ijrochi bo'limiga o'tmoqchiman. Qarang, bu hammasi oddiy foydalanuvchi nomidan qanday ishlashini ko'ramiz. Ya'ni hozir men shunchaki sahifani yangilayman. Barcha ma'lumotlar yangilanishi uchun va ijrochi bo'limiga o'taman. Mana video reklama ko'rib turganimizdek, bu yerda bitta video reklama bor. Keling, vazifaga o'tamiz. Vazifa hozir yuklanmoqda. Xo'sh, aslida biz juda ko'p vazifalarni ko'rmoqdamiz, tushundim. Atigi $9 evaziga video sharh yozib olish imkoniyati mavjud. Ha, $9. Ya'ni agar siz haqiqatan ham video sharh yozishingiz kerak bo'lsa, unda bu taxminan shuncha pulga tushishi mumkin. Ba'zilari 1 sentga, xo'sh, 1 sentga juda ko'p. Xo'sh, aminmanki, agar siz bu yerga kunduzi kelsangiz, u yerda mutlaqo boshqa narxlarda, va butunlay boshqa vazifalar bilan juda ko'p turli xil vazifalar bo'ladi. Ya'ni tezkor vazifalar mavjud va biz 1 sentga ko'radiganlar tezkor vazifalar toifasiga kiradi. Kecha kechqurun tezkor vazifalarni qanday boshlash bo'yicha ko'rsatmalar yozdim. Ya'ni shaxsni tekshiradigan odam yo'q, bot tekshiruvi, Telegram boti mavjud. U shunchaki obunangizni yoki ba'zi faoliyatingizni tekshiradi. Qo'lda bajariladigan vazifalar mavjud. Bugun men qo'lda bajariladigan vazifalarni qanday ishga tushirish haqida video yozib oldim va u yerda biror kishi istalgan narsani bajarishni so'rashi, siz uchun vazifa uchun maxsus matni yozishi, narxini yozishi mumkin va shunga ko'ra, siz ushbu vazifani shu narxga bajarishga arziydimi yoki yo'qmi, vaqtga arziydimi yoki yo'qmi, o'zingiz hal qilasiz. Va aslida video sharhni yozib olish, biz ko'rgan narsa, ya'ni bu aniq qo'lda bajariladigan vazifa orqali. Ya'ni siz qandaydir video sharhni yozib olasiz va shunga mos ravishda ushbu videoni tekshirish uchun yuborasiz. Agar siz testdan o'tsangiz, sizga shuncha pul to'lanadi. Ya'ni agar siz imtihondan o'tmasangiz, ular sizni qayta ko'rib chiqish uchun qaytarib yuboradilar va xato qilgan fikrlaringizni ko'rsatib, ularni tuzatishingiz mumkin. Xo'sh, va shunga ko'ra, u shunday ishlaydi. Xo'sh, aslida keling, bir narsani ko'rib chiqaylik. Hozir sharh yozishga tayyor emasman, chunki men siz uchun maxsus video yozyapman. Shuning uchun keling, biroz osonroq narsani tanlaylik. Internetda pul ishlash bo'yicha eng yaxshi kanalga obuna bo'ling. Keling, mana shu topshiriqni boshlaymiz va bu qanday ishlashini ko'ramiz. Mana men gaplashayotganimda ko'rinib turibdiki, bu topshiriqlar allaqachon bajarilib bo'lingan. Keling, boshqa biror topshiriqni tanlaymiz. Ya'ni agar biz biron bir cheklov borligini aytadigan qalqib chiquvchi oynani ko'rsak, bu siz bosayotganingizda va tepayotganingizda boshqa biri bu vazifani allaqachon bajarganligini va shunchaki tugaganligini anglatadi. Demak, vazifaning tavsifi. Xo'sh, biz buni tezkor vazifa sifatida ko'ramiz. Bu yerda vazifa tez bo'lganda bizda qancha narsa bor? 11 daqiqa menimcha. Agar bizda qo'lda tekshirish vazifasi bo'lsa, bizga 1 soat vaqt beriladi. Shunchaki Telegram kanaliga o'tish tugmasini bosing va obuna bo'ling. Siz Telegram kanaliga, aniqrog'i, profilingizga qo'shilgan Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak. U orqali siz profilingizga Telegram botini qo'shdingiz. Agar siz boshqa narsaga obuna bo'lsangiz, u hisobga olinmaydi va hech qanday tasdiqlash bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, siz Telegram bilan bog'liq vazifalarni faqat profilingizga qo'shgan Telegram akkauntidan foydalanib bajarishingiz mumkinligini tushunishingiz kerak. Bu yagona yo'l. Reklama beruvchilarni himoya qilish aynan shu borada ishlaydi. Xo'sh, mana bu kanal. Obuna bo'laylik, like bosamiz va keyin bu yerga o'tib, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xo'sh, aslida shu. Ko'rib turganimizdek vazifa bajarildi. Keling, tarixga o'tamiz va biz Telegram kanaliga obuna bo'lganimizni ko'ramiz. 1 sent holati tugadi. Ya'ni bu avtomatik ravishda sodir bo'ladi. Mana bir nechta tezkor vazifalar: Telegram kanaliga obuna bo'lish, Telegram guruhiga obuna bo'lish, izoh qoldirish, masalan, Telegram kanalida Bu avtomatik vazifalar, tezkor vazifalar, ularni Telegram bot tekshiradi va ular darhol bajariladi. Ya'ni ular arzon, lekin juda tez bajariladi. Bu yerda hech qanday qo'lda tekshirish yo'q. Ya'ni boshqa qimmatroq vazifalar bo'lsa, ular qimmatroq turadi va ularni odam har birini qo'lda tekshiradi. Ya'ni u nima qilish kerakligini yozadi, tekshirish uchun nima yuborish kerakligini yozadi. Diqqat bilan o'qing.
Ya'ni u sizga skrinshot yuborishingiz kerakligini yozadi. Shuning uchun siz skrinshot yuborasiz. U sizga shunga o'xshash narsa yozishingiz kerakligini yozadi. Shuning uchun siz u so'ragan narsani yozasiz va aslida. Keyin siz chekdan o'tasiz va sizga bu pul to'lanadi deyish mumkin. Xo'sh, aslida biz 0.31 ni ko'rmoqdamiz va mening vaqtim ham 0.33 ga aylandi. Ha, biz balansga, tarixga o'tamiz va haqiqiy moliyaviy hisob-kitoblarni ko'rishimiz mumkin. Va aslida biz bu yerda bu raqam hisobga olinganini ko'ramiz. Bu yerda biz ozgina farqni ko'ramiz. Nima uchun? Chunki reklama beruvchi aslida 1 sent to'lagan, lekin biz aslida 10% kamroq oldik. Ya'ni reklama beruvchi to'lovi bilan biz oladigan summa o'rtasida 10% lik farq bor. Demak, xizmatning o'zi atiga 10% daromad qiladi. Yana reklama beruvchi bo'limiga qaytishimiz mumkin. Mana ba'zi odamlar bu qanday ishlashini tushunmaydi. Ular shunchaki o'ylashadi, ko'proq xohlayman, ko'proq topshiriq xohlayman va shu bilan tamom, to'g'rimi? Lekin bu yerda tushunish muhimki, reklama beruvchi ham siz kabi oddiy inson. U ham reklama joylashtirib, imkon qadar kamroq to'lab, imkon qadar ko'proq natija olishni xohlaydi. Ya'ni odam pul ishlashni xohlaydi. Hech kimning maqsadi atrofdagilar boyib ketsin, o'zi esa bankrot bo'lsin degan emas, to'g'rimi? Ya'ni hech kimda bunday istak yo'q. Shuning uchun hamma ko'proq pul topishni xohlaydi. Shuning uchun har bir reklama beruvchi o'z fikri va tajribasiga ko'ra o'zi uchun eng foydali ko'rinadigan sozlamalarni tanlaydi. Ya'ni u mamlakatlarni tanlaydi, o'zi uchun qulayroq bo'lgan nishonni tanlaydi. Aytaylik, ha. Ya'ni agar biz topsak, boshlamoqchi bo'lsak, mana shu yerda vazifani boshlash tugmasini bossak, ha va bizda mana bunday narsa bor, targetlash. Birinchidan, biz tanlashimiz mumkin. Hamma uchun ko'rsatish, matritsada faol biznes joyi va hamkor maqomiga ega bo'lganlarga ko'rsatish. Ya'ni bu odam kamida 10 nafar foydalanuvchini birinchi chiziqqa taklif qilgan bo'lish kerak. Ko'pincha men reklama ishlatganimda va ko'plab hamkorlarimga ham shuni maslahat beraman. Agar ularning budjeti kichik bo'lsa va tezda bosib tugab qolsa, men hamma uchun qo'ymaslikni tavsiya qilaman. Balki matritsada biznes joyi borlar uchun qo'yishni maslahat beraman. Agar bu yetarli bo'lmasa, unda hamkor darajasiga ega bo'lganlarni tanlash kerak. Ya'ni bu ham xuddi o'sha Frey, lekin u 10 nafar taklif qilgan odamga ega. Ya'ni bu odam yuqori sifatli, ehtimol faolroq va har qanday biznesdagi, aytganda, yoki prinsipial jihatdan har qanday biznesdagi har qanday tarmoqchi uchun foydaliroq. Ya'ni prinsipial jihatdan bu faolroq odam. Va ko'pincha ko'p odamlar buni aynan shunday o'rnatadilar. Ular mamlakatlarni nishonga olish asosida tanlashlari mumkin. Ya'ni ular mos ravishda qaysi tillarda tushunadigan mamlakatlarni tanlashlari mumkin. Ya'ni bu aynan shu lahza, agar xohlasangiz, hatto shahar va jinsni ham tanlashingiz mumkin. Agar u yerda erkaklar uchun yoki ko'proq ayollar uchun mo'ljallangan mahsulot bo'lsa, unda siz kuniga qancha mahsulot borligini, jami qancha to'lashingiz kerakligini va hokazolarni tanlashingiz mumkin. Xo'sh, taxminan aytganda, asosiy sozlamalar ularni kimga ko'rsatish kerakligi, istisnosiz hammaga, ha, yoki matritsada faol biznes o'rni va sherigiga ega bo'lgan har qanday kishiga. Shuning uchun, agar siz ko'proq va qimmatroq topshiriqlar olishni istasangiz, albatta hech bo'lmaganda shu ikki toifaga o'tishni tavsiya qilaman. Ideal holatda esa biznes o'ringa ega bo'lish kerak. Bu eng qimmatli resurs hisoblanadi. Ya'ni bu odamning qandaydir to'liq qobiliyatiga ega ekanligini bildiradi. Bu har qanday holatda ham uning faolligi va to'liq qobiliyatini juda kuchli ajratib ko'rsatadi. Yoki agar bu yetarli bo'lmasa, unda hamkor darajasini to'ldirish kerak. Ya'ni bepul formatda ishlayotgan, lekin shaxsan kamida 10 kishini taklif qilgan odamlar. Ya'ni aynan shu ikki toifa eng talabga hisoblanadi. Ha. Ba'zida mendan so'rashadi, nega menda topshiriqlar kamroq, taklif qilgan odamingdan ko'ra? Chunki bu odam to'liq bepul foydalanuvchi, hech kimni taklif qilmagan, biznes o'ringa ega emas. Ya'ni u aynan shu toifaga kiradi. Bu toifa boshqalarga qaraganda ko'proq, lekin u reklama beruvchilar uchun kamroq qiziqarli, shuning uchun farq albatta sezilarli bo'ladi. O'sha odamlar agar biznes o'rin olmagan bo'lsa ham, hech bo'lmaganda 10 nafar foydalanuvchini taklif qilgan bo'lsa, bu hammasi hamon bepul. 10 nafar foydalanuvchini hatto Frida ham atigi 1 soat ichida taklif qilish mumkin. Ha. Shunchaki ijtimoiy tarmoqqa post joyladingiz va mana sizda allaqachon 10 ta ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi bor. Lekin bu sizning kuchli ko'rsatkichingiz. Bu sizni reklama beruvchi uchun juda ajratib ko'rsatadi. Siz u uchun yanada qimmatli potensial mijozga aylanasiz. Mana men reklama beruvchi sifatida aniq ayta olaman. Bu auditoriya reklama beruvchi uchun hamma statusiga qaraganda ancha yuqori konversiya beradi. Shuning uchun, agar bu qanday ishlashini tushunmasangiz, men sizga reklama beruvchi bo'limiga kirib, oddiygina bir reklama joylashtirishni yoki hech bo'lmaganda reklama kampaniyasini boshlashni, sozlamalarni bir ko'rib chiqishni tavsiya qilaman.
Shunda siz bu tizim qanday ishlashini va undan nimani kutish kerakligini tushunasiz. Bundan ham yaxshisi, reklama kampaniyasini taklif qiling yoki hatto vazifalar uchun pul ishlashingiz mumkin va shu pul evaziga reklama beruvchining bo'limiga oting va vazifa bering va ushbu vazifani bosing. Shunda siz ikkala tomonda bo'lasiz va keyin jarayonning o'zini qanday ishlashini tushunasiz. Ehtimol sizga achinadi, chunki u yerda kichik pul tezda bosib chiqiladi. Ha, ehtimol bunday vaziyatda siz ko'rsatishni tanlaysiz, masalan, biznes joyi borlarga va ehtimol bu siz uchun qiziqroq bo'ladi. Aynan shu paytda siz bu qanday ishlashini tushunasiz. Bu shuni anglatadiki, siz reklama beruvchi reklama kampaniyasini boshlashdan oldin his qilgan holatni boshdan kechirasiz. Va keyin hamma narsa siz uchun o'z o'rniga tushadi va siz uning qanday ishlashini tushunishni boshlaysiz. Barcha do'stlarim, sizga ajoyib natijalar, katta foyda, ko'p vazifalar, katta daromad va katta jamoalar tilayman. Do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha. Hammaga xayr.